Ko'rsatuv homiysi Arsi-Cola savdo belgisi. Har doim oraliq masofani saqlashni maslahat beramiz. Ko'rsatuv homiysi Arsi-Cola. Bu g'ayrioddiy va afsonaviy kichik bo'lgan avtomobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kompaniya bo'lib, o'tgan asrning o'rtalaridan to hozirgi kunimizgacha tashqi ko'rinishida deyarli o'zgarishlarsiz ishlab chiqarib kelinmoqda. Kompaniya tarixi 1940-yilda John Cooper Car Company'ga asos solganidan keyin kompakt poyga avtomobillarini ishlab chiqara boshlagan. Uning birinchi yutuqlaridan biri bu Cooper 500 avtomobili bo'lgan. Cooperning Formula 2 avtomobili esa juda ham hayratlanarli natijalar ko'rsatgan. 1950-yilning oxirlarida motori orqa qismida joylashgan birinchi Cooper musobaqada Maserati va Ferrari avtomobillari bilan tenglashtirilgan. 1959-yilda esa britaniyalik mashhur poygachi John Cooperning o'g'li Mike Cooper tomonidan mini avtomobillarini faqat poyga uchun emas, balki ommabop qilib ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan va u otasining nomiga tuning atelier ochgan. O'sha tuning atelier John Cooper Works deb nomlangan edi. Bugungi bizning qahramonimiz ham ushbu tuning atelier orqali taqdim etilgan avtomobildir. Mini Cooperning yangi ommabop versiyasining paydo bo'lishi bu juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Chunki o'sha paytlarda iste'molchilar uchun kam xarajat va ixcham avtomobil juda ham kerak edi. Cooper va Cooper S modelining paydo bo'lishi bu afsonaning tug'ilishi edi. Mini tez orada juda ham ommalashib ketdi. Uni hamma sotib ola boshladi. Mashhurlar, qo'shiqchilar, aktyorlar. Ferrari kompaniyasi asoschisi Enzo esa bir emas 3 ta sotib olgan. Hattoki qirollik oilalarida ham uni juda sevishar edi. 1959-yildan to 1994-yilgacha Mini'ga BMC, ya'ni British Motor Company boshchilik qilgan. 1994-yildan to 2000-yilgacha esa Rover Group, so'ngra esa Rover Group'ni BMW, ya'ni BMW sotib olgan. Hozirgi kunimizgacha esa BMW boshchilik qilib kelmoqda. G'ayrioddiy va ixchamligi bilan mashhur bo'lgan ushbu avtomobilning pulti ham juda ham g'ayrioddiy ekan. Ushbu pultning quvvati tugagan paytda undan kalitni alohida qilib chiqarib olish ham mumkin ekan. Avtomobilning ichi ushbu kadr orqali kattaroq, kengroq ko'ringani bilan aslida haqiqatan ham mini. 2 kishi uchun yetarli qulay joy mavjud, lekin orqa qismida avtomobilning o'tirish biroz muammo keltiradi. O'zi kichik bo'lsa ham super va giperkarlarda foydalaniladigan panoram lyuklar o'rnatilgan. Bu juda ham chiroyli va shinam qilib turibdi avtomobilni.
Salonni yorituvchi chiroqlarni mana bu yerdan o'chirib yoqish mumkin. Bu tugmachalar ham juda ham noan'anaviy tarzda joylashtirilgan. Boshqa qismlariga o'xshab, mana bu qismi ham juda ham g'ayrioddiy qilib ishlangan. Mini Cooper'ni an'analariga sodiq qolgan holatda, lekin buning ichidagi multimedia sistemasi BMW kompaniyasiga tegishli bo'lgani uchun BMW avtomobillaridan deyarli farq qilmaydi. Shunchaki ko'rinishi Mini Cooper'ga xos boshqacharoq qilib ishlangan. Bu qurilmani esa mana bu yerdan joystick orqali boshqarish mumkin. Ushbu avtomobilning bundan qimmatroq versiyasida ushbu joystick o'rnida iDrive touchpadi joylashgan bo'ladi. Uning ostida esa klimat kontrol, ya'ni havoni boshqarish sistemasi joylashgan. Uni o'ngga yoki chapga burab, o'zingizga kerakli temperaturani o'rnatishingiz mumkin. Uning pastida esa qo'shimcha o'rindiqlarni qizdiruvchi tugmalar va shunga o'xshagan maxsus funksiyalar bor. Eng qiziq joyi, avtomobilni o't oldirish uchun mana bu tugmadan foydalaniladi. Shuningdek, avtomobilni o'chirish uchun ham aynan shu tugma kerak bo'ladi. Ushbu avtomobilning yuqori tezligi 260 km/soatni tashkil etadi. Uzatish qutisi esa 6 talik avtomat. Uning joylashuv qismi ham juda ham noan'anaviy tarzda g'ayrioddiy joylashgan va ana o'sha yerning o'zidan sport va ekonom tartibiga o'tkazish mumkin. Uzatish qutisida boshqa ko'plab zamonaviy avtomobillarda bo'lgani kabi Tiptronic funksiyasi ham mavjud va uni bu dastak orqali va mana bu rulning orqasida joylashgan plus-minus dastaklari bilan boshqarish ham mumkin. Juda ham qulay. Ushbu avtomobilda audio sistema Harman Kardon kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Ko'p avtomobil ishqibozlariga bu sir emas. Harman Kardon bu juda ham ajoyib ovoz deganidir. O'rindiqlari ham juda qulay. Aynan sport avtomobillarida bo'lishi kerak bo'lgan mana bu shakllarga ega bo'lgan o'rindiqlar xuddi Recaro o'rindiqlarini eslatib turadi. Lekin bu yerda Recaro yozuvlarini uchratmaysiz. Uning o'rnida John Cooper Works yozuvlarini uchratishingiz mumkin. Mana bu qismlari ham o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Aynan ushbu avtomobilning bundan qimmatroq versiyasida esa ushbu xuddi shu ko'rinishdagi o'rindiqlar Alcantara bilan qoplangan bo'ladi. Ana endi birinchi o'rinda xavfsizlik kamarlarini taqib olib, so'ngra avtomobilni o't oldiramiz. Va shahar ko'chalarida buni testdan o'tkazamiz. Demak, ketdik. Bu avtomobilning tashqi ko'rinishlari g'ayrioddiy bo'lganidek, buning yurishi ham, undan olinadigan taassurotlar ham g'ayrioddiy ekan. BMW kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgani uchun bundagi dvigatel va uzatish qutisi va hokazo boshqa qismlari ham juda ko'pi BMW kompaniyasiga tegishli. Shuning uchun ham haydovchi oladigan taassurotlar BMW kompaniyasi avtomobillaridan olinadigan taassurotlar bilan bir xil. Juda ham ajoyib. Bizning yo'llarimizda bu avtomobilning biroz qattiqligi seziladi, lekin bu o'z nomi bilan sport avtomobili. Shunday ekan, bundan yumshoqlik talab qilish bu to'g'ri bo'lmaydi. Avtomobilda o'zimni juda ham qulay his qilmoqdaman. Juda ham qulay o'rindiqlar, juda ham qulay, yoqimli rul. Odatda muxlislarimizning orasida ushbu ko'rsatuv avtomobillarni reklama qiluvchi ko'rsatuv degan tushuncha paydo bo'lgan. Bu ko'rsatuvdan maqsad avtomobillarni reklama, ko'z-ko'z qilish emas, balki testdan o'tkazish, undagi kamchiliklarni ham to'liq ko'rsatib berish. Agar avtomobilda biror bir kamchilikni, minuslarni ko'radigan bo'lsak, biz albatta ularni ham ochiqchasiga aytib o'tamiz. Lekin ushbu avtomobil meni hayratlantirgani shuki, men bunda deyarli minus taraflarini ko'rmadim. Juda ham mukammal ishlangan ajoyib avtomobil. Kamida 40 ming, 45 ming AQSh dollariga sotib olingandan keyin kamchilik bo'lmasligi kerak ham albatta. Bu sport avtomobili deyildi, lekin hali biz sport tartibida avtomobilni test qilib ko'rmadik. Lekin albatta hozir sport tartibiga qo'yib, sport tartibida avtomobil qanday o'zini tutishini, nimalarga qodir ekanligini tekshirib ko'ramiz. Kompaniya tomonidan berilgan ma'lumotlarga qaraganda, ushbu avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikgacha 6,5 sekundni tashkil etadi. Ana endi eng qiziq joyi.
Ushbu avtomobilni sport tartibida biz tekshirib ko'ramiz. Qani u nimalarga qodir ekan? Sport tartibi yoqildi. Qani ketdik. Wow! 100. ekan. Twin Power Turbo. Mana shu joyda BMW ishqibozlari ushbu avtomobil BMW kompaniyasiga tegishli ekanini bilib olishadi. Juda ham ko'p sport avtomobillarida Twin Turbo Power ushbu yozuvlarni kuzatish mumkin. Bu yerda juda ham kichkina 4 silindrlik motor joylashgani bilan bu avtomobilning og'irligiga nisbatan juda ham kuchli dvigatel deyish mumkin. Mana bu yerda akkumulyator joylashgan. Juda ham yaxshi himoyalar bilan yopib qo'yilgan. Bu narsa menga juda ham yoqdi. Mana bu yerda esa avtomobilning VIN kodi joylashgan. VIN kodni mana shu yerga yozilgan ekan. VIN kod bu avtomobil haqidagi ma'lumot beruvchi bir kod. Avtomobilning rasmiy saytiga kirib, ushbu kodni tersangiz, avtomobil haqidagi barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Agar ushbu VIN kodi orqali siz ko'rayotgan ma'lumotlar avtomobilingizga to'g'ri kelmasa, biron bir joyi boshqacha yozilgan va sizning avtomobilingizda esa boshqacha ko'rsatilgan, boshqacha o'rnatilgan bo'lsa, demak sizgacha kimdir tomonidan ushbu avtomobilga o'zgartirish kiritilgan bo'ladi. Maxsus lupalar bilan o'rnatilgan juda ham yaxshi yorituvchi ksenon faralar. Uning atrofida esa ajoyib ko'rinishdagi diod chiroqlar joylashgan. Juda ham noan'anaviy tarzda. Ushbu avtomobil bor yo'g'i 5000 km masofani bosib o'tgan. Lekin ushbu motor qismida yetarlicha changlar bor. Ushbu g'ayrioddiy avtomobilda yoqilg'i quyish joyi ham g'ayrioddiy ekan. Boshqacha ko'rinishda. Bu yerda bir narsa meni nazarimni tortdi. Bu yerda yozilgan. Bu avtomobilga eng kamida i91 benzinini bo'lmasam 95 yoki 98 benzinini quyish shart deb yozilgan. Bu avtomobilning egasi qaysi yoqilg'i quyish shoxobchasidan 95 yoki 98 benzinlarini topib quyar ekan. Masalan, men shahrimizdagi hech qaysi shoxobchada 95 yoki 98 benzinlarini uchratmaganimga ancha bo'ldi. 91 ni ham vaqti kelsa topish muammoga aylanadi. Mana bu bejirim va ajoyib qilib o'rnatilgan spoiler ham John Cooper Works Tuning Atelier tomonidan o'rnatilgan va asosiysi haydovchiga zavq beruvchi, ajoyib ovoz chiqaruvchi glushитель. Ana endi yukxonani ko'zdan kechirib chiqamiz. Ushbu avtomobil kichkina bo'lishiga qaramasdan bunda hattoki yukxona ham mavjud. U 211 litr hajmga ega. O'zimizning Spark va Matiz avtomobillariga o'xshagan kichkinagina, lekin juda ham asqotadigan yukxona. Bu yerda avtomobil egasi tomonidan sotib olingan огнетушитель, aptechka, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan har doim so'rab qolinishi mumkin va avtomobil egasiga ham kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lgan uskuna va jihozlar. Mana bu yerda esa zavoddan taqdim etilgan, o'zi bilan birgalikda ishlab chiqarilgan nasos, ya'ni g'ildiraklarga elektron tarzda havo urish uskunasi joylashgan. Ba'zi bir avtomobillarda esa elektron nasos emas, balki qo'lda foydalanuvchi nasoslar ham yo'q. Har xil yo'l hodisalarida foydalaniladigan ogohlantiruvchi belgi esa mana bu joyda joylashgan.
Taassurotlar juda ham ajoyib. Haqiqatan ham kompaniya tomonidan berilgan ma'lumotlarga to'g'ri kelmoqda. 100 km/soat tezlikgacha 6,5 sekundda chiqish mumkin ushbu avtomobilda. Sport tartibi bu juda ham haydovchiga ajoyib zavqli taassurotlar beruvchi tartib ekan. Ha, shu bilan birgalikda juda ham tez harakat qila oladigan, juda ham tez qo'zg'ala oladigan avtomobil, shunga yarasha juda ham tez to'xtay olishi kerak ham albatta. 150-200 km/soat tezlikda ham hattoki on-son to'xtab olish mumkin. Chunki avtomobilning og'irligi juda ham katta emas, to'xtatish sistemasi esa juda ham mukammal ishlangan. Burilishlari, avtomobil o'zini tutishi juda ham zo'r. Yo'llarda, katta burilishlarda ham bemalol burila oladi. Ko'rsatuvimizning bundan oldingi sonida ko'rsatgan testimizda CLA Mercedes avtomobilida bor funksiya bu avtomobilda ham mavjud, ya'ni Eco tartibi. Ana xuddi o'sha CLA avtomobiliga o'xshab, ushbu avtomobilda ham siz svetoforlarda to'xtab tormozni bosganingizda avtomobil dvigateli to'liq o'chadi va qo'zg'alganingizda yana ishga tushadi. Hozirgi kunda bu tartib, bu funksiya juda ham oddiy narsaga aylanib qoldi desak ham bo'ladi, chunki barcha zamonaviy avtomobillarda ushbu funksiyadan foydalanishmoqda. Mana avtomobil ishqibozlari g'ayrioddiy bo'lgan Mini Cooper bilan o'tkazgan testimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuv homiysi Arsicola. Tasvirga olish ishlarida esa yaqindan ko'maklashgan Ceramic Pro Diamondga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni barcha sotsial tarmoqlarda kuzating. Eng qiziqarlilari hali oldinda. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. 1959-yilda esa ushbu g'oyratni Ko'rsatuv homiysi Arsicola savdo belgisi.